Tilla olayotganda nimalarga e'tibor berish kerak? Hammaga assalomu alaykum. Tillachi Muhiddin kanalidagi birinchi videoni ko'rib turibsiz. Bugungi videomizda odamlarga maksimal foydali bo'lishi uchun tilla olayotgandagi eng muhim 5 ta qoidani aytib o'tmoqchiman. Juda ko'p eshitamiz, odamlar aldanib qolishadi, noto'g'ri tilla olib zarar ham ko'rib qolishadi. Qanaqa qilib shu muammolarga uchramaslik mumkin? Tilla olayotganda nimaga e'tibor berish kerak? Bugungi videoda aynan shu haqida bilib olasiz. Qisqacha qilib o'zimni tanishtirib o'taman. Instagramda Tillachi Muhiddin blogi orqali ko'pchilikka tanilganmiz. 11 yildan beri shu sohada faoliyat yurg'izib kelamiz. Birinchi joyimizni Chorsu bozorida kichkina do'kondan boshlaganmiz. Hozirgi kunga kelib, Novzada ham joyimiz bor, Chorsuda ham joyimiz bor. Shu do'konlarimizda oyiga 1,5 mingga yaqin mijozlarga xizmat ko'rsatib kelamiz. Endi bo'lsa videoni boshlasak ham bo'ladi. Tilla olayotganda eng birinchi muhim qoida tillani probasiga qarab olish. O'zbekistonda eng ko'p sotiladigan probali tillalar hozirgi kunda 585 probali tillalar. Oldinlari 583 probali ham ishlab chiqarilardi va qanchadir miqdorda 750 probali tillalarni ham xarid qiladiganlar bor. Ko'pchilik tilla olayotganda probaga ahamiyat bermay, chet davlatlaridan 416 yokida 375 probali tillalarni olib ziyon ham ko'rib qolishyapti. Bizani bozorlarda bunaqa probali tillalar ishlab chiqarilmaydi. Past probali tillalar hozirgi kunda O'zbekiston bozorlarida aktual emas, lekin chet davlatlarda bunaqa tillalarni uchratishingiz mumkin. Shuning uchun tilla olayotganda probaga yaxshilab e'tibor berib, buni hozirgi yangi chiqqan maxsus apparatlarda tekshirtirib, probasiga ishonch hosil qilganingizdan keyin tillani sotib olishingiz kerak. Keling, real misolida hozir sizga ikki xil probadagi tillalarimizni ko'rsatib o'taman. Birinchisi mana 585 probadagi Bulgari brasletimizni. Birinchi ahamiyat beradigan tarafingiz mana shu birkada yozilgan 585 proba. Tillani o'zini ichida yozilgan probaga ahamiyat berasiz. Mana ko'rib turganingizdek, bunga ham 585 proba deb yozilgan. Bu o'zimizda ko'proq 585 probada uchraydi va Yevropa davlatlarida bu 14 karat yozilishi ham mumkin. Bu ikkalasi ham probani belgisi bo'ladi. 585 proba degani 14 karat ham. Va bundan tashqari 750 probaga qanaqa yoziladi deydigan bo'lsangiz, mana ikkinchi brasletimizda Messiki ichlariga mana AU 750 deb yozilgan. Bu degani 18 karatga to'g'ri keladi. 18 karat agar yozig'ini uchratadigan bo'lsangiz 750 proba bo'ladi. Bunda ham xuddi shunaqa birkalarida probalar yozilgan bo'ladi. Tillarni o'zini ham probalarga qarab tekshirib olishingizni tavsiya qilaman. Bu narsalarni ko'rib bo'lganingizdan keyin bularni hozirgi zamonaviy chiqqan Fisher apparatlarida tekshirtirib olishingiz kerak. Bunaqa apparatlar hozirgi yangi mana shu zamonaviy do'konlarda hammasida o'zi bo'lishi kerak. Agar bo'lmasa, siz olayotgan joyingizdagi oltin markazlarining ichida shunaqa tekshirtiradigan joylardan tekshirtirib olishingizni maslahat beraman. Bizning do'konimizda o'zimiz sotgan tillalarni klientlarimizga shu apparatda tekshirtirib, cheklarni chiqarib beramiz va bu narsani sizlarga ham hozir qanaqa ishlashini ko'rsatib beraman. Shu ko'rib turgan apparatinglar mana Fisher apparati. Buni ochamiz. Birinchi 585 probadagi brasletimizni tekshirib ko'rsataman. Bu apparatimizda lazerning o'zi ko'rib tekshiradigan joyi bor. Bu narsani mana qo'yganimizdan keyin kompyuterimizning ekranida qatini tekshirib o'tganimizni bu yerda ko'rsatib turadi. Startni bossak 30 sekundda bizga necha probaligini aniqlab ko'rsatadi. Ko'rib turganingizdek, tekshirgan brasletimizni ichiga ham 585 proba deb yozilgan edi. Apparatimizda ham rovna 585 proba chiqdi. Buni biz klientimizga olishgandan keyin cheklarini ham chiqarib beramiz. Qatdan olganlarini va qaysi do'kondan tekshirganlarini bu chekdan mana bemalol ko'rib olsa bo'ladi. Sostavida nima narsalar borligini ham bu chek orqali ko'rib olsangiz bo'ladi. Hozir sizlarga 585 probadagi tillamizni tekshirib ko'rsatdi. Endi 750 probadagi, ya'ni 18 karat tillamizni apparatga qo'yib tekshirib ko'ramiz. Bu Messiki brasletimizni ko'rib turganingizdek 750 probadan yasalgan. Agar sizga shunaqa zamonaviy, hozirgi yangi chiqqan modellar kerak bo'ladigan bo'lsa, biz shunaqa tillalarimizni Telegram kanalimizga joylab boramiz. Telegram kanalimizni videoni tagidagi havolada qoldirib qo'yganmiz. O'tga kirib ulanib olsangiz bo'ladi. 750 probadagi Messiki brasletimizni buni apparatga qo'ydim. Sizlarga shu narsani aytib o'tishim kerak. Bu Fisher apparati tekshirganda har doim 750 proba tilla olayotganingizda 750 proba rovna chiqmasligi mumkin. 745, 746 yoki 748 bo'lib ham chiqib qolishi mumkin. Bunaqa holatlarda xavotir olmasanglar ham bo'ladi. Har doim baribir rovna chiqmaydi. Apparatlar ham 1-2% ga adashishi mumkin. Shuning uchun mana hozir bu brasletimizni ham sizlar bilan birgalikda tekshiryapmiz, necha chiqishini ko'ramiz. Mana aytib o'tganimdek 750 proba Messiki brasletimizni tekshirganimizda 758 proba chiqdi. Bu degani tillasi ozgina foiz balandroq ko'rsatyapti. Nimaga deydigan bo'lsangiz, o'zi aslida buni ustida hozir brasletimizda rodi bor. Bu rodini qirib tekshiradigan bo'lsa, rovna 750 ham ko'rsatishi mumkin. Lekin bu izdelik bo'lganligi uchun buni biz qirmaymiz, shu turishini ustidan tekshiramiz. 758 ko'rsatgan bo'lsa, bu demak 750 probaga javob beradi. Tillani qanaqa tekshirib olish kerakligini ko'rdinglar. Agar siz ham tilla olganingizda tekshirtirmagan bo'lsangiz, bizga olib kelsangiz, mana shu apparatimizda sizni ham tillangizni tekshirib beramiz. Bizni obunachilarimiz uchun bu apparatimizni tekshirishni tekin qilib qo'yganmiz. O'zi aslida nechta pul tekshiriladi, narxi qancha deyotgan bo'lsangiz,
Ko'chalarda 20 ming so'mdan bitta tochkasini tekshiriladi. Bu apparatimiz rentgen asosida ishlaydi. 95% holatlarda bu apparatimiz to'g'ri tekshiradi. Bu narsamiz o'zi arzon ham turmaydi. Narxi 28 ming dollar. Siz bundan bemalol kelib, bizga obuna bo'lgan bo'lsangiz, tekinga foydalanib ketsangiz ham bo'ladi. Ikkinchi muhim qoida tillani ovotganda birkasiga yozilgan grammini tekshirib ko'rmaslik. Bu nima degani? Tillani ustidagi birkasiga yozilgan grammini ba'zida tarozga qo'yganda sof og'irligi birkadagi grammdan ko'ra kamroq ham chiqib qoladi. Ko'p klientlarimiz tillani sotgani kelishganda aldanib qolishganligisini bilishadi. Shuning uchun tillani ovotganingizda birkasiga yozilgan grammni tarozga qo'yib tekshirtirib oling. Ovotgan tillarni har doim birkasiga yozilgan grammni o'zingizlar tarozga qo'yib tekshirib olishinglarni maslahat beraman. Chunki bir xil holatlarda bu birkaga yozilgan grammdan tillani og'irligi kamroq ham chiqib qolishi mumkin. Mana bizani birkada 14,73 gram deb yozilgan brasletimizda va tarozda o'zini asl grammini ham ko'rsanglar bo'ladi. 14,73 gram. Bir xil holatlarda klientlarimiz bizdan olishayotgan tillani o'zligisi shunaqa taklif ham berib qolishadi. Hozir men sovg'aga olman, olayotgan brasletim kamroq ko'rinib qolmasligi uchun grammini 10 gram emas, 14 yoki 15 gram yozib bering deb so'rashadi. Bunaqa holatlarga biz kirmaymiz, bu narsani qilib bermaymiz ham, chunki buni qilib bergan odam qaysi do'kondan qilib berilgan bo'lsa, o'sha odam bu narsaga javobgar bo'lib qoladi. Shuning uchun siz keyingi safar tilla olayotganingizda shu narsalarga katta e'tibor berib, olayotgan tillangizni o'zingiz tarozga qo'yib, asl grammini ko'zingiz bilan ko'rganingizdan keyin xarid qilib oling. Uchinchi muhim qoida tillani общий hisobini o'zingiz kalkulyatorga urib ko'rmaslik. Misol uchun tilla olayotganingizda tillani har doim olayotgan summangizni grammaga chaqib olishingizni hisoblab beraman. Bu nima degani? Tilla grammlar sotilinadi. Hozirgi kunda 9-mayda 1 gram 585 probani 105 dollardan do'konimizda sotyapmiz. Mana shu tillani men sizlarga mana 14-16 gramni 105 dollardan hisoblab ko'rsataman. 1487 dollar chiqyapti. Buni sizga bir xil holatlarda 100 dollardan yoki 120 dollardan sotyapman deb общий summasini aytib sotishadi. Siz bu narsani o'zingiz kalkulyatorga urib, nech puldan tushayotganligini tekshirib olmasangiz, sizga 105 dollardan sotyapman degan tilla narxi 110 yoki 115 dollardan olayotgan bo'lishingiz ham mumkin. Ko'p hollarda klientlarimiz shunaqa hollarda ham zarar ko'rib qolishadi. Shuning uchun olayotgan tillangizni 1,5 ming dollar bo'ladigan bo'lsa, tillangiz misol uchun 14 gram bo'ladigan bo'lsa, bo'lsangiz mana grammi 107 dollardan tushyapti. Sizga sotuvchi nech puldan sotayotganini xuddi shunaqa o'zingiz ham kalkulyatorga urib tekshirib oling. 4-qoida, agar siz pulingizni ko'paytirish uchun tilla olib qo'yayotgan bo'lsangiz, olayotgan tillangizni toshi, simi bo'lmasligiga qattiq e'tibor berishingiz kerak. Nimaga unaqa deyapman? Tillangizni sotayotganingizda tillachilar uni simini, toshini hisobga olmasdan olib qo'yganligi uchun siz undan ziyon ko'rib qolishingiz mumkin. Agar siz investitsiya uchun tilla olib qo'ymoqchi bo'lsangiz, har doim olayotganingizda hamma joyi tilladan yasalgan, hozir ko'rsatgan brasletlarimga o'xshagan modellarni oling. Chunki bularning ichida simi bo'lmaydi, ustilarida ham mana toshlari yo'q. Hamma joyi tilladan yasalgan. Bunaqa brasletlarni olganingizdan keyin sotayotganingizda ham shuna tarozga qo'yiladi. Necha gram chiqsa, o'shanisiga pul sanab sizdan olib qolinadi. Agar siz toshli narsa oladigan bo'lsangiz, bu qanaqa hisoblanadi? Investitsiya qilayotgan odam uchun bu toshli modellarimizni ziyon keltirib qo'yishi mumkin. Nimaga deydigan bo'lsangiz, bular yasalganida izdelik bo'lganligi uchun tilla hisobida sotiladi taquvchi odamga. Bu shuning uchun har doim shunaqa modelni xohlayman, shuni yaxshi ko'rib qoldim, taqmasam bo'lmaydi degan odam toshlari bilan olib taqsa bo'ladi. Lekin investitsiya uchun agar olayotgan bo'lsangiz, bunaqa toshli modellarda siz olayotganingizda sotuvchi tomonidan toshlari bilan hisoblab tilla hisobida sotiladi. Siz sotayotganingizda bularni bizni tillasidan tashqari toshi misol uchun 0,5 gramdan chiqadigan bo'lsa 1,5 gram minus qilib tashab turib va qolayotgan tillasiga hisoblab turib pul beriladi. Shuning uchun siz agar investitsiya uchun olayotgan bo'lsangiz, toshsiz, quruq tilladan yasalgan tillarni olib tashab qo'ying. Agar yo'q, men podarkaga olaman, shu modelni yaxshi ko'raman, shu yangi chiqqan model toshli bo'lsa ham ovuraman deydigan bo'lsangiz, bularni olib bemalol taqsangiz bo'ladi. 5-qoida, agar siz har kunligi taqib yurish uchun tilla olayotgan bo'lsangiz, ishirilgan tillalarni olmang. Quyma tillalarni olsangiz, ularni bemalol har kunligi taqib yursangiz bo'ladi. Ishirilgan tillalarni kunlik taqqaningizda, ish qilganingizda yoki qo'lingizda qatgadir qattiq qo'yganingizda o'zida ham tillangiz pachoq bo'lib qoladi va bu tilladan uzoq vaqt foydalana olmay qolasiz. Shuning uchun quyma tillalarni xarid qiling. Hozirgi kunda bozorlarda ikki xil turdagi tillalar sotilyapti. Birinchisi duty, ikkinchisi quyma tillalar. Agar siz har kunligi taqib foydalanish uchun olayotgan bo'lsangiz, quyma tillalarni olib foydalanishingiz kerak. Chunki yechmasdan taqadigan bo'lsangiz, bu tillalar hech nima o'zgarish bo'lmaydi, pachoq bo'lmaydi va uzilib ketmaydi. Bizda ko'pchilik holatda mana shunaqa 10 gramli, 15 gramli ko'rinishdagi tillani 5 grammi puliga olib, har kunligi taqaman deb olib ketishadi. Bunaqa klientlarimizni tez yana qaytib kelishadi. Tilla ezilib qoldi, uzilib qoldi. Nima unaqa bo'lyapti deb kelishadi. Shunaqa muammolarga uchramasligingiz uchun sizlarga har kunligi agar taqish uchun olayotgan bo'lsangiz, duty emas, quyma tillalarni olishingizni tavsiya beraman. Duty tillalar qatga olinadi. Siz har doim emas,
o'tga betga, bu joylarga borishga, ko'chaga chiqqaningizda taqib yurmoqchi bo'lsangiz, shunaqa ko'rinishi katta duty tillalarni olib taqsangiz bo'ladi. Bu duty tillalarimizni ko'rinishidan ajratib olsangiz ham bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, bu yerdagi ikkala brasletimizni bittasi 5 gramm, bittasi 14 gramm. Quymasi bilan 5 grammlik nimani solishtiradigan bo'lsanglar, ko'rinish jihatidan ikkalasi bir xil qilib yasalgan. Duty tilla ko'rinishidan katta ko'rinishi mumkin, lekin tarozga qo'yganingizda bu katta ko'ringan tilla grammi ancha kam bo'ladi. Shunisidan farqlab olsangiz ham bo'ladi. Va quyma tilla bo'lsa, u og'irroq bo'ladi va ichi ham uni havo bilan emas, tilla bilan to'ldirilgan bo'ladi. Men sizlarga tilla olayotganda 5 ta muhim qoidani aytib o'tdim. Agar siz ham tilla olayotganda yana boshqa qoidalarni ham biladigan bo'lsangiz, izohlarda yozib qoldiring. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni va bizga obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Videoda aytilgan xatolarni qilmaslik uchun va ishonchli joydan tillarni xarid qilishingiz uchun mana shu videoni tagida Instagram va Telegram silkamizni qoldiraman. O'tga kirib, bizning do'konimizdagi hamma tillalarimizni assortimentini ko'rib chiqsangiz bo'ladi.